Akalar, assalomu alaykum. Bu narsa ko'rib turgan bo'lsanglar, BYD mashinalarini, ko'p elektromobil mashinalarining 7 kilovatlik zaryadkasi bo'ladi. Bu zaryadkani bitta anaqasini o'rgatib qo'yaman sizlarga, kuyishni oldini o'rgatib qo'yaman sizlarga hozir. Bu iloji boricha yaqinlarga tashab qo'yinglar. Ko'pchilik shu narsadan xabari yo'q. Bu zaryadkani ichlari kuyib ketyapti, erib ketyapti. Qaranglar. Mana shu chetida turgan ikkita teshik qo'yasizlar, bitta pastdan, bitta tepadan. Mana ichida havo aylanmasa, mana shu ichidagi tranzistorlari, platalari erib ketib qolyapti. Mana oyon tegirayotgan zaryadka original, bu ham 7 kilovatlik zaryadka mana. Yo'llari teshilmagan. Yoni teshilmagan. Bu zaryadkani tuzatib berish, ichlarini qarab ko'rib berish xizmatlari bizda bor. Ichida tranzistor kuygan bo'ladimi, platalar ketgan bo'ladimi? Qarab beramiz. Agar ichlari kuyib ketmagan, yonib ketmagan bo'lsa, o'zini tuzatib beramiz. Agarda bu zaryadka kuyib, yonib, erib ketgan bo'lsa, bizda yangi zaryadkalar bor. Mana original yangi zaryadkalarimiz bor, 7 kilovatlik. Sotuvda bor. Mana bu original, mashina o'zidan chiqadigan originali. Yesichoga, mashinalarga, BYDlarga xizmat ko'rsatamiz, o'zingizlar bilasizlar. Mana bunaqa zaryadkalar ketib qolgan bo'lsa ham tuzatib beramiz. 33lik kodi bilan 153 53 53 ga telefon qilib o'zimga chiqaverasizlar, Fathullo deb aloqaga chiroyli qilib zaryadkalar bormi, chiroyli qilib tuzatib beramiz.